Assalomu alaykum akalar. Tuzuymizlar, charchamasdan ishlar bo'lyapti. Aka, xudo xolasa Andijon soy bozorimizda turibman. O'zimiz bergan pon nimalar dorozalarimiz, qalinlarimiz. Bular 1.6 bo'ladi. Bular esa 1.6, 2 yil 1.8lik qilib bersak ham bo'ladi. Bu 650 mingdan kvadratlari bularni hammasini. Bular 400 mingdan 550 ming so'mgacha pechatlarimiz. Bu ham qo'l ishi. 1.6 qilsangiz ham bo'ladi, 2 yil qilsangiz ham 1.8 qilsangiz ham bo'ladi. 1.8 800 ming so'mdan, 2 yilligimizdan 800 ming so'mdan. Profillar hamma yo'q qalin bo'ladi. Xohlang 2 yil qilib beramiz, xohlang 1.8 qilib beramiz. U nimasi yo'q. 1.8 bilan 2 yillik narx pasti bir xil, xudo xolasa. Bularimiz 1.8 bo'lgan, ikkala chekasiga yong'oq qo'yilgan, 2 qavat qilingan ikkala chekasi xolos. Qolgan taylar shivellar 8 ga 6, tepasi ham 8 ga 8, 8 ga 6. Bularimiz bir xil narxda chiqadi, xudo xolasa 800 mingdan bular ham chiqaradi kvadratlari. Bularimiz pechat deyiladi, high-tech fason deyiladi. Bularning kvadrati 550 ming so'mdan. Lazerlari bo'lsa, bez lazer bo'ladigan bo'lsa 500 ming so'mdan. 400 ming so'mlik kvadrati ham bor buni. Bularimiz 1.6 bu ham. Buni eni 240 ga 270 bo'ladi. Buni aka eni 3.5 ga 360. 1.6 lista bo'lgan bu ham zubr zamok, taylar shiveller, qalin lista bo'lgan bu, xudo xolasa. Profillari ham hammasi qalin. Bu domeshilarimiz. Domeshilarimiz bitta domeshimiz 1.700 ming so'mdan donasi. Bu 3 kuch robotimiz 4.800 ming so'mga chiqadi bu. Bu 3 kuch yarim robotlar. Buni kvadrati 550 mingdan tortib 820 ming so'mgacha chiqaradi bunga. Bu ham xuddi shu 2 yil yoki 1.8 qilib berilsa 800 mingdan chiqadi. Shiveller zubr zamok ichida bo'ladi. Hammer kraska, xudo xolasa kraskalari to'kilmaydigan kraskalardan bular. Bularimiz kichkina kalitkalar, mohona tomonga qo'yiladi, yana dacha tomonga qo'yiladi, yana 120, 130, 900 ming so'm, 700 ming so'm, 800 ming so'mdan donalari bular. Bu 90 ga 2 metrlik, 80 ga 2 metrliklari bor. Bu dom deshklari. 2 qavatli bo'ladi, zubr zamok bo'ladi, tepasidan kalti bo'ladi, glazurlari hamma yo'g'i bor, xudo xolasa. Bu fasonimiz bak fason deyiladi, eni 270, bo'yiga 3 metr. Bunisi 2.5 ga 2.60 bo'ladi. 550 mingdan boshlab 850 ming so'm high-techlarimiz bor. High-tech fasonlarimiz bor, hozir robot orqasida ekan. Bularning kvadrati 2 yillik 2 qavat bo'ladi. 1.200 ming so'mdan chiqadi bular. Xudo xolasa kunda robot o'lchash kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Inshaalloh yaxshi qilib chiqaramiz akalar. Andijon soy bozor o'ptin joyimiz shu yerda. 12 ta viloyatga chiqadi. O'lchashlari, xizmat o'lchashi, borib dastavkalari bekarga. Chiqqan kvadratiga pul to'lanadi xolos. Hamma yo'q aytiladi. Qaysi nima profil ishlatiladi, necha yil ishlatiladi, qaysi fasondan o'z xohlagan fasonlarni chiqarib beramiz, xudo xolasa. Bu yog'imiz endi akfa bozorlarimiz.